istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qarshi olganlarga, Allohim deb turganlarga, sajdaga bosh qo'yganlarga assalomu alaykum. Shu kunlarga yetganlarga, onajonim shod etganlarga, duo qilib turganlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun To'raqul aka xonadonida katta bayram, katta tantana. Buning sababchisi Gulnora onajonimizning shukrona kunlari munosabatidir. Azizlarim, bugun Gulnora onajonimizning shukrona kunlari bilan yaqinlaringiz izhorlarim ro'yxati ijodkorlari nomidan muborak etamiz. Onajonim, doimo umringiz uzoq, rizqingiz butun, tani joningiz, umr yo'llaringiz gullarga to'lsin, sizni tark etmasin, mudom muborak bo'lsin. Onajonim, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz onajonlar. Avvalambor sizni bugungi ravshan, shukronalik, shodiyonalik, payg'ambarimizga ummat, yaqinlaringizga ne'mat bo'lgan kuningiz bilan, yaqinlaringiz izhorlarim ro'yxati ijodkorlari nomidan muborakbod etamiz. Onajonim, sizga sog'lik, salomatlik, tugalmas baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik va albatta oilaviy baxt tilaymiz. Chiroyli oilangizga ko'zlar tegmasin. Onajonim, shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin. Onajonimizni qutlash maqsadida barcha yaqinlarni davramiz markaziga taklif etamiz. Marhamat azizlarim, onajonimizni yaqin insonlarini taklif etamiz. Marhamat. Farzandlari, marhamat. Doston akamiz, Ruslan akamiz, Maftunaxon singlimiz va qizingizdek mehribon bo'lgan Sitoraxon, Sharofatxonlarni taklif etamiz. Marhamat. Piyozi yo'q, uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. O'nta bo'lsa, o'rni boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun, qizim parilardan chehrasi gul-gul. Yashasa olam deb yashaydi o'zbek. Dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda qurbon, bir yelkada ketmon, birida iymon. Barchaga barobar oftobi simon, yashasa olam deb yashaydi o'zbek. Dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Ehtirom etganga ehtiromlari bor. Hammalaringizga xush kelibsizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuncha singillarim, ukalarim, yeğenlerim, qaynilarim hurmat qilsizlar. Alloh sizlarga hurmat qilsin. Shuncha izzat hurmat qilsizlar. Hammalaringizga katta rahmat. Qizlarim, kelinlarim, o'g'aylarim, hammaga rahmat. Men turmushda kunlarim tug'ilganida 60
Nasib bo'lsa mana 8 yoshda. 17 yoshga kelgan so'lgan nasib bo'lsa 10 soatda to'yilgan kishi bizlarni ham sog' bo'laylik. 63ga 64ga kirib navbatda qo'shaqari katta to'ylar uchun yuzlariga qo'shaqari meni baxtimga boshimga bolalarim oshiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Kunlarni tabriklayman. Sog' bo'lsin. Alloh uzoq umr bersin. Bolalarim boshiga, xudo boshimizga tabassum halol bo'lsin. Va sizlarga sizlar izzati baxtsizlar. Bolalar sizlarga katta rahmat, sog' bo'linglar. İyi olayına bir rahmat. Bize kutma geldi ve de hacamlar. Rahmat. Teşekkür ederim. Aytganingiz kelsin. Endi esa davramiz markaziga sizlarni Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz farzandlaringizni taklif etamiz. Marhamat, farzandlaringiz Doston aka, Rustam aka, Maftunaxon, kelinlaringiz Sitoraxon, Sharofatxonlarni davramiz markazida kutamiz. Marhamat. Yangi Shoyajon to'yga bugün tabriklaymiz. Dadam 60 yoshlik yubileylaringizni tabriklaymiz. Har doim boshimiz baxtimizda sog' bo'ling. Yuzga kirganlaringizni xuddi shunday yubileylaringizni inshaalloh beraylik. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Ayajonim, siz baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Dadajonimning har doim mana shu kunlaringiz baxtli saodatli o'tsin. Bizlar baxtimizga sog'-omon bo'linglar. Eng yomon kunlaringiz mana shu kuningiz bo'lsin. Har doim kulib yuring. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Shu qatorda shu o'rinda bilib bilmay qilgan xatolari yomon gapirib qo'ygan bo'lsam, hammasi uchun uzr. Qanday samoviy hislar bu, qanday muqaddas bu. Aytdim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Dadam bilan qo'shcha qaring, yuzlarga kiring, boshimizda doim sog' salomat bo'lib yuring. Ayajon, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan baxtimizga sog' bo'ling. Har doim boshimizda sog'-omon bo'linglar. Ilohim aytganingiz kelsin. O'rtangizdagi mehr oqibat aslo ko'tarilmasin. Onajonimiz, otajonimiz doimo farzandlaringizni, nabiralaringizni baxt kamolini ko'ring. Farzandlaringizni, nabiralaringizni yaxshi kunlarda, to'ylarida doimo o'zingiz bosh bo'lib yuring. Ilohim barchamizni ota-onalarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Izlasangiz topilmaslik bor. Alloh yaratuvchi, Alloh beruvchi. Mol-mulklarni topasiz, ammo siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Mehr bering, topilar dildor. Sizlar borki, bari o'tkinchi. Qayta kelganda bahor. Siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Yoshlig'ingiz to'lganda boshga. Obro'y topib bo'ling, faloncha. Qo'llaringiz yetganda oshga. Siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Ko'z yosh kelar so'ragan ko'zga. Bizni tashlab ketganlar qancha. Alloh yaratuvchi, Alloh berguvchi. Siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Eyvoh, Qodir Alloh, ota-onalarimiz bo'lsa, umrlarini uzoq qilguncha. Ilohim otajonimiz, onajonimiz, umringiz uzoq, rizqingiz butun, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Yana bir bor
bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajonim. Barchangiz xush kelibsiz azizlarim. Endi esa onajonimiz va otajonimizni marhamat mana shunday chiroyli tortlarni kesib yaqinlaringizga ulashasiz. Marhamat azizlarim. Marhamat. Hayotingiz ham mana shu to'rt kabi shirin bo'lsin. Ilohim. Kattakon rahmat azizlarim. Raqsga tushgan qo'llaringiz dard ko'rmasin ilohim. Onajonimizni davramizga taklif etamiz. Davramizning qirolichasi onajonimiz. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Tabrik so'zlarini endi avlodlaringiz davomchisi bo'lgan nabiralaringizdan boshlaymiz. Islombekjon marhamat. Maftunaxonning farzandlari marhamat. Onajonimizni tabriklab qo'yadilar. Farzandlaringizni, nabiralaringizni baxt kamolini ko'ring ilohim. Onajonim. Ularsiz yaşaş ağır, dinle bir bar nalemle. Marhamat. Ben tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman-da. Baxtimizga sog' bo'ldi. Vaqtimizga sog' Otajon yinamga qarang-da. Barakallah. Endi esa davramiz markaziga Nodirbek Ulug'bekjonlarni davramiz markazida kutamiz. Marhamat. Bugun xatna to'ylari munosabati bilan mana shu Nodirbek Ulug'bekjonlarni ham tabriklaymiz. Ota-onalarini ham davramizga kutamiz. Ruslan aka, Sharobat opajon marhamat davramizga. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'ring ilohim. Marhamat. tabriklayman. Yuzlarga keling. Boshimizga sog' bo'ling. Tabriklayman. Sog'ga sog'. Endi esa davramizga yana barchangizni raqsga taklif etamiz. Marhamat. Nabiralaringiz bilan birgalikda davra raqsida tutamiz. Marhamat azizlarim. Shunday go'zal yorlar tortuvdan chiqib ketdi-da.
Gülümünü olmay Belki menga ishonmay Yondirib kuyib ketdi-da Kelsam ro'zamda Undan bir xabarim Yuragim yonib ichim qurib ketdi-da Ketgani keldim Senga berib shirin va'dalar Ketgani keldim Kattakon rahmat azizlarim. Bozorchi oling to'rttadan. Jon ko'tarsa pista bodomlar. Bunda sizga eng yaqin inson onangizni yo'qlang odamlar. Demak dunyo qo'limdan tutgan. Qo'lim qo'ysa yo'limdan tutgan. Dunyoni bir chetga surib qo'ygan onangizni, otangizni yo'qlang odamlar. Azizlarim, bu 5 kunlik dunyoda barchamiz mehmonmiz aslida. Shunday ekan ota-onalarimizni, yaqinlarimizni borida qadrlaylik azizlarim. Birin topsa birin topmagan dunyo. To'rt tomoni qibla etmagan dunyo. Topganin orqalab ketmagan dunyo. Omonat dunyoda omon bo'laylik. 5 kunlik dunyoda barchamiz mehmon. O'tkinchi umrimiz sinov, imtihon. Hamisha g'animat insonga inson. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Inson degan nomga bo'laylik loyiq, xayr saxovatli ishlar qilaylik. Bizdan, sizdan mehr-muruvvat ko'rsin xaloyiq. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Azizlarim, barchamiz siz-u biz, barchamiz omonat dunyoda omon bo'laylik azizlarim. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deymiz azizlarim. Sizlarning e'tibor markazingizda yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasi ijodkori, suxandoni Xolida Ravshanova hamda mana shunday chiroyli sahna bezaklari, ilm-o'zlik sahna bezaklariga o'z minnatdorchiligimni izhor etamiz. Ko'rganingizga, eshitganingizga rozi bo'lasiz azizlarim. O'zingizni mana shunday yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Doim Alloh panohida bo'ling. Sog' salomat bo'ling azizlarim. Ko'rishguncha. So'nggi so'zimizni onajonimiz bilan yakunlaymiz. Marhamat, yaqinlaringizga dil so'zlaringizni kutamiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Sizlar tabriklar uchun rahmat. Buncha so'zga bo'lmasin. Fikrim hozir bu xursandchiligimni so'z bilan ta'riflayolmayman. Katta rahmat qizlarim, o'g'illarim, nevaralarim, singillarim, opa-singillarim, jiyanlarim, qo'shnilarim, shu yerda hammalaringizga katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringizga omad, ishlaringiz rivojini bersin. Juda xursand bo'ldim. Boshi osmonga yetdi. Alaqim onajonim aytganingiz desin. Doimo sizni mana shunday xursandchilik va go'zallik aslo tark etmasin. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling onajonim. Shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin onajonim. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling onajonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kattakon rahmat barchangizga azizlarim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.